Hayotimda Eldordek inson bo'lgani uchun doim shukr qilar edim. U meni nafaqat erim, balki suyanchig'im, hayotimning mazmuni edi. U bilan 2 shirin farzand, qizim Nigina, o'g'lim Saidni dunyoga keltirdik. Bizning oilamiz baxt va mehrga to'la edi. Eldor har kuni kechqurun uyga qaytib farzandlarni bag'riga bosar, menga esa sen meni hayotimsan der edi. Uning bu so'zlari doimo menga kuch berar edi. Ammo bir kun hayotim mazmunidan ayrildim. Eldor xizmat safariga ketdi va ortiga qaytmadi. Chegaradagi portlash uning hayotiga nuqta qo'ygan ekan. Uning vafoti haqidagi xabar kelganda go'yo nafas olishni unutdim. Yuragimda shunday bir bo'shliq paydo bo'ldiki, uni hech narsa to'ldira olmasdi. Men faqat farzandlarim uchun yashashga majbur edim. Eldorning vafotidan so'ng uning kichik ukasi Jamshid biznikiga ko'chib keldi. Uning ko'zlari xuddi akasinikiga o'xshar edi. Unga har safar qaraganimda yuragim g'alati bo'lib ketar edi. Uning yurish-turishi, gap so'zi, hatto tabassumi ham erim Eldorni eslatar edi. Shu sababdan undan uzoqroq yurishga harakat qilardim. Bir kuni kechasi bolalar uxlab qolganda men hovliga chiqdim. Ustimda hech narsa yo'q edi, kiyimsiz edim. Oq lolalar oldida yerga o'ltirib yig'lab yubordim. Bu lolalar erim Eldorning eng yaxshi ko'rgan gullari edi. Orqamdan qadam tovushlari eshitildi. Bu erimning ukasi Jamshid edi. U meni ko'rib avval jim turdi, asta yonimga o'ltirdi. Uning ko'zlari menga tikilib qolgan edi. U qo'lini sekin yelkamga qo'ydi. Uning qo'lini issiqligi go'yo muzlab qolgan yuragimni isitganday bo'ldi. Jamshid past ovozda shivirladi. Kelin oyi, men akamni o'rnini hech qachon to'ldira olmayman. Lekin yuragim sendan boshqasini o'ylamayapti. Men seni sevaman. Bu so'zlar meni karaxt qilib qo'ydi. Jamshidning ko'zlari yonib turar. Men uning yuzida samimiyatni, muhabbatni ko'rdim. Ko'zlarimga yosh keldi. Men unga qaradim. Gapirmoqchi bo'ldim, lekin nima deyishni bilmasdim. Shunda qaynukam Jamshid boshini asta yelkamga qo'ydi. Shu lahzada men o'zimni yana bir bor erkakning issiq bag'rida his qildim. Vaqt o'tib men tushundim. Endi u men uchun qaynuka emas, u mening sevgim edi. Bir kecha u mening xonamga kirdi. Bolalar uxlab yotishar. U past ovozda meni boshqa xonaga chaqirdi. Men avval hayajondan ikkilandim, keyin yuragim tez ura boshladi. Ortiq qarshilik qila olmasdim. Sekin turib uning ortidan chiqdim. Biz ikkinchi xonaga kirganimizda tashqaridan faqat oy nuri ichkariga tushib turardi. Jamshid eshikni sekin yopdi. U menga biroz qarab turdi. Bu nigohda so'zsiz istak va kuchli tuyg'u bor edi. Men uning ko'zlaridan ko'zimni uzolmasdim. Birdan u yaqin kelib qo'limdan ushladi. Uning qo'li qattiq, lekin shu qadar yoqimli ediki, men o'zimni hech qanday so'zsiz unga topshirdim. So'ng uning lablari meni lablarimga tegdi. U meni qattiq o'pa boshladi. Yuragim jon deb turar. Jamshidning qo'llari yelkamdan pastga tushdi. Meni qo'llarim uning bo'yniga ilindi, yuzi esa yuzimga yopishdi. Uning nafasi bo'ynimga urilar, har bir nafasi yuragimni yoqar edi. Shunda go'yo vaqt to'xtadi. Hech qanday tashvish, hech qanday olam yo'q edi. Faqat u va men. Har bir o'pish yana uzun, chuqur va ehtirosli bo'lib bordi. Uning lablari bo'ynimga, so'ng yelkamga tushdi. Har bir teginishi tanamda hayajon uyg'otar edi. Men ko'zlarimni yumib o'zimni butunlay unga topshirdim. Uning qo'llari belimni quchib meni qattiqroq o'ziga tortardi. Lablari esa to'xtovsiz meni ekralar, go'yo bu onlar hech qachon tugamas edi. O'sha kechadagi yaqinlik biz uchun yangi hayotning kashfiyoti edi. Shunday qilib vaqt o'tib biz oila qurdik. Men undan 2 o'g'il tug'dim. Hozirda baxtli umr kechiryapti.